Barakalla. Ra'no qizim. Barmoqlarni og'izga solmaslik. Juda ham yaxshi. Dalet. Jismoniy mashq qilish. Barakalla. Marjona. Me'yorda ovqatlanish. Juda ham yaxshi. Ruxshona. Sovuq suv ichmaslik. Barakalla. Zilola. Ko'proq meva yeyish. Yaxshi. Shalola. Qo'llarni to'g'ri saqlash. Barakalla. Oydekjon. Qo'llarni sovunlab yuvish. Juda ham yaxshi. Sobirjon. Ko'proq suv ichish. Barakalla. Marjona Natalayeva. Aksirganda og'izga qo'lni qo'yib aksirish. Juda ham yaxshi. Ofarin. Azima. Sog'lom ovqatlanish. Yaxshi. Sug'diyona. Tishlamaslik. Barakalla. Juda ham yaxshi. Sohibjon. Sochlarni kalta qilish. Sochlarni kalta qilib yurish. Yaxshi. O'g'il bolalarga qolsa. Juda ham yaxshi Shojon. Ertalab qo'llarni va yuzlarni yuvish. Barakalla. Parizoda. Har doim yuvinib yurish. Yaxshi. Davlatbek. Qo'llarni va tishlarni yuvish. Toza saqlashimiz kerak qo'llarimizni, tishlarimizni. Malika. Ozoda yurish. Yaxshi. Sitora. Ko'p shirinlik yemaslik. Barakalla. Hamrayev. Quloqlarni toza saqlash. Quloqlarimizni toza saqlashimiz kerak. Begaliyev. Jismoniy tarbiya bilan shug'ullanish. Badan tarbiya bilan shug'ullanishimiz kerak. Azamjon. Tomoqlarni doim olib yurish kerak. Tomoqlarni olib yurishimiz kerak. Ozodbek. Ko'proq sabzavot yeyish kerak. Sabzavot mevalarni ko'proq yeyishimiz kerak. Ruslanjon. Tozalikka rioya qilishimiz kerak. Demak, mana hamma mikroblarni yo'q qilingan mikroblardan qutuldik. Barakalla. Demak, muammodan qutulish yo'lini izlab topdik. Ofarin. Bola, endi rost yolg'on mulohazali o'yinimizni o'ynaymiz. Ham tayyormisiz? Boshladik. Qazonlarni yoqish tabiat uchun foydali. Yolg'on. To'g'ri fikr. Qazonlarni yoqqanimizda havoga 30 kilogramm zaharli moddalar chiqadi. Rost edi. To'g'ri. Barglar quyosh nuri ta'siri ostida kislorod gazini yutib, karbonat angidrid ishlab chiqaradi. Yolg'on edi, chunki nima? Karbonat angidrid yutib, kislorod ishlab chiqaradi. Barakalla. Qazonlarni yoqayotganlar faqat atrofdagilar sog'lig'iga jiddiy zarar yetkazadi. Yolg'on, chunki o'zinikiga ham yetkazadi, albatta. Qazonlarning chiqindisida azot va fosfor miqdori o'g'itdan qolishmaydi. Rost edi. Qazonlarni yo'q qilish, ya'ni yoqish tuproqning unumdorligini pasaytiradi. Rost. Qazonlarni yo'q qilish tuproqning muzlashini 2-4 marta kuchaytiradi. Rost edi, barakalla. Qarang, mikrovirus va salomat qiz asarining muallifi Muazzam Ibrohimova. Yolg'on. Kim edi? Kavsar Turdiyeva. Barakalla. Mikrovirus va salomat qiz ertagida vazir virus edi. Yolg'on. Kim edi? Vazir? Mikro. Topolmadingiz, demak siz o'tirasiz. Topolmaganlar o'tiradi. Demak, mikrovirus va salomat qiz ertagida vazir virus edi. Yolg'on, to'g'ri. Lekin kim edi? Gripp edi, barakalla. Mikrovirus va salomat qiz ertagida ular sarimsoqdan qurol qilishdi. Yolg'on deyapsiz. Nimadan qurol qilishgan? Piyoz sharbati. Barakalla. Yaxshi, juda ham faol qatnashdingiz. Mana shu o'quvchilarga ofarin. Mavzuni yaxshi o'zlashtirdingiz.